Bismillahirrahmanirrahim. Bank kartları ve pul tutar işletişe alakadar ahkamlar. Tayyorluğucu Ustaz Doktor Abdülaziz Rahmetullah. Sadece İslam Tədqiqat Merkezi. Hicriye 1941 yılı, miladiye 2020 yılı. İşçilikler. Mukaddime. Bank kartlarının pay ziyanları. Banka kredit kartısı bilen cezanının münasebeti. Cezanının türleri. Cezanı sebep çıkaram konulan soğudular. Banka hesap kartısı. İnavet kredit kartısı. İslam bankaları tarqatqan kartlarının hükmü. Atalmış İslam bankaları dep tunulgan katılım bankaları sunulan inavet kredit kartısı. Atalmış İslam bankalarının kredit kart şirketleri bilen bolgan münasebeti. Pulsar pos aparatı koygan ticaretçiler töyleydigan haqның hükmü ve hatimi. Mukaddime. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bugünkü günde bank kartlarının gündelik turmuşunu kolaylaştırış rolü ve ehmiyetini hiç kim inkar kılalmaydı. Belki hemmimizde bu kartlarının biri yoki bir neçe xil bo'lishi mumkin. Gerçi kartlarının türü köp bo'lsa-mu, bank kartası deganimizde derhal ko'z oldimizga inovat yoki kredit kartasi keladi. İqtisoddagi kredit kelimesi aslida Arabcha qarz kelimesidan kelgan bo'lib, keyincha qarz berguvchining qarz alg'uchiga qilgan ishonchiga yoki bir shaxs yoki o'rinning qarz olish imkoniyatiga yoki qarz to'lashga bilgan muhlatga yoki qarz pulga va qarzga ishlatilgan bo'lgan. Demak, kredit so'zi qarz berishga bo'lgan ishonch, qarz va qarz qaytarishga berilgan muddatni ko'rsatadi. Bu mazmunlar Uyg'urcha inovat so'zi bilan ifodalangan. Kredit bilan qarz o'rtasidagi munosabatni mundaq izohlasaqmi bo'ladi. Kredit yoki inovat qarz olish fursati bilan ta'minlaydi. Bu fursatga ega bo'lgan kishi ehtiyojiga qarab xolis qarz oladi, xolis olmaydi. O'sim to'lashdimi belgilangan muddatdan kechib o'tmasa, o'sim to'lamaydi. Aslida banklar pul muomalalarida ishlatiladigan bir necha xil kart tarqatgan bo'lib, bu kartni ko'tarib yurgan kishi u kart orqali naqd pulga, tovarga va mulozimat qatorliq qimmatbar nurg'un narsalarga erisha oladi. Lekin bu kartlarning ba'zisi inovat yoki ishonch bilan ta'minlansa, ba'zisi qarz bilan ta'minlaydi. Yana ba'zilari banka hisobiga qo'ygan pulni qo'lga olishga va xarajlashga ishlatiladi. Bu maqolamizda bank kartalari va pul tutar ishlatishning jazoni va jazonilik to'xtamlari bilan bo'lgan munosabat usulida tafsilroq to'xtalib, uningga aloqador muhim ahkamlar bayon qilishga tirishamiz. Ochiq so'zlar. Bank kartları, bank hesap kartısı, kredit kartısı, inavet kartısı, cazana, qarz, o'sim, iğne sodası, teverrük sodası, atalmış İslam bankaları ve pul tutar. Bank kartlarının faiz ziyanları. Bank kartları kart işletkisiga tövendikilek faydalarını elip keledi. Birinci, bexatarlik. Naqd pulni yanada saqlashdan va ko'tarib yurishdan kelib chiqadigan xatardan saqlanmalı bo'ladi. Bo'libmi safar ustida. Shundoqla kartı bilan bilet setib olgan taqdirda safar hodislari yoki safardagi o'lim yetim ishlariga qarata sug'urtadan bahramand bo'ladi. Ikkinchi, bankdagi hisobimizda pulimiz bo'lsa, uni saqlash, elish va boshqalarga avatish. Shundoqla boshqalar bizga avatgan pulni topshirib berish. Uchinchi, qarz olish. Bank hisobimizda pulimiz bo'lmasa-mu, bankadan qarz ola olamiz. To'rtinchi, tovar setib olish. Bu dukkan, so'z saroylaridagi pulstar, ya'ni pos aparatiga surkash yoki torda tovar setilish bilan bo'ladi. 5. Ijaraga olish va mulozimatdan foydalanish. Masalan, mashina kiralash, yotoqda yetish, qatnash vaqtlariga chiqish qatorliqlar. 6. E'tibor bahodan bahrilanish. Ba'zida kart egasi tovarning turiga qarab 5% dan 30% gacha araliqda e'tibor bahodan foydalanadi. Mehmon kutish va bilet ishladim shundoq. Shundoqla yotoq yoki bilet elishda kart egalariga ba'zida oldin o'rin beriladi va qulaylik suniladi. 7. Himayaga erishish. Setilingan tovar talabga loyiq chiqmay qolsa, banka kart egasining manfaatini himoya qiladi. Bu sababdan ba'zi davlatlarda sifatsiz tovarga 60 kun ichida e'tiroz bildirish haqqi bor. 8. Inovat. Ba'zi kartlar odatda kirimi yaxshi kishilarga beriladigan bo'lg'achqa, kart egasi jamiyatda ma'lum darajada inovatga ega bo'ladi. Neticede bu kartını çoğun buladigan o'rinlarda ma'lum imtiyozlardan bahramand bo'la oladi. 9. Kart ishlarini shu xoldagi banki bor davlatdan boshqa bir davlatga qilg'ilim bo'ladi. Bundaq ahvolda bu ishlarga pul almashtirish to'xtamimi qitiladi. 10. Xotirlash. Kart orqali olib berilgan barliq kirim chiqim inchki xotirlanib mangadi ham maxfiyatga saqlanadi.
Kart egisi yuqorqilardan boshqa yana banklar kishilarni bu turli kartlarga qiziqtirish maqsadida sungan turli mukofot va alayliklardan bahramand bo'lishi mumkin. Bu kartlarning ziyonli taraflari bo'lib, ularni tövəndikdə ixchamlash mumkin. Birinchi, haram to'xtamga kirib qilish. Bu turli kartlar jazoni va o'simlik qarzini o'lchab olgan bo'lib, bir qator batil shartlar bir to'xtamga imzo qo'ygandan keyin qo'llanilgan bo'lg'achqa qasddan jazoni kirish va jazonixo'rlar bilan hamkorlashish va jazonini qanot yaydirishdek ig'ir oqibatga qoladi. Ikkinchi, qarzga bo'g'ilish. Inovat kartasi ishlatganda kirimiga yoki bank hisobiga pul qarmasdan keyinchi pul topa olayman-ku degan arzuda haqiqiy ehtiyojdan ortiq tovar sotib olib, qarzga bo'g'ilib qolish ehtimoli yuqori. Qarzni qaytarish kechikkan sari o'sim eshib, qarzga texmi bo'g'ilib ketadi. Uchinchi, pul yig'olmaslik. Bu mo qarzga kirib qolishdan kelib chiqadi. Chunki topgan targini qarz va o'simini to'lash ketadi. To'rtinchi, xayim xatar. Karta o'g'irlansa yoki o'g'irlanmasimi, almagan tovarning pulini to'latish yuz berib qolsa, ziyon kelib chiqadi. 5. O'zining pulini xohlagancha ishlatolmaslik. Yanada naqd pul bo'lmag'achqa cho'qim pul olish mashinasi, pul tutar va bankning tarmoqlari orqali chiqim qilishi kerak bo'ladi. Bank kredit kartasi bilan jazonining munosabati. İslamda bank kredit kartasining hukmi tijorat, pul muomala va mablag' solish saqlanishi kerak bo'lgan boshqalarning haqqini noqiya bilish, jazona va inoqsizlik qatorliq 3 chong haromning biri bo'lgan jazoniga chetlashga qarashli bo'lib, jazona barliq samoviy shartlarda shariatlarda harom qilingan shariatimizda aloq qilguvchi chong gunohlar qatoridan sanalgan. Chunki uningda jamiyatga qimmat yaratish yoki haqiqiy gullanish degan narsa bo'lmasdan, aksicha uningda zulm qilish bor. Hamda jazoni hech qanday taraf qilmasdan yoki xatarga yo'liqmasdan pulga erishib yetib yashaydigan farazit insonlarning ko'payishiga sharoit hazırlab beradi. İslam pul milini jazoni orqali ko'paytirishga uringan har qanday kishiga yo'lni taqab, jazonining ko'pinimi izini harom qildi. Alloh taolo jazoni yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qopadi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, so'z setiq jazoniga o'xshashdir dedi. Alloh so'z setiqni halol qildi, jazonini harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vazn-nasihat kelgandan keyin jazoni qilishni yansa, burun alg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshirildi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi degan. Va ey mo'minlar, jazonini qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadingizga erishish uchun Allohga taqvodorlik qilinglar degan. İlgirki ümmetlerden cezanı çeklengen turuqluq cezanı yegan Yahudilarni qattiq tanqid. İlgirki ümmetlerden cezanı çeklengen turuqluq cezanı yegan Yahudilarni qattiq tanqid qildi va ularga oldin tayyorlangan qattiq azobni bayon qilish orqali boshqalarning jazosidan to'sdi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliklari, cheklangan jazoni olganliklari va kishilarning pul mollarini nohaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Alloh taolo Qur'onda jazonidan kelgan kirimdan barakatni ko'tarib turganligini bayon qildi. Alloh jazonining foydasini to'g'ritadi, sadiqining foydasini ziyoda qiladi. Allah Taala jazoni yigichiga jang e'lon qilgan va bilib turib jazoni muomala qilganlarni do'zaxda mangu qoldirganlar qatoridan sanab, Qur'on Karimning eng oxirida nozil bo'lgan oyatlarda mundoq degan: "Ey iymon etgan kishilar, mo'min bo'lsanglar Allohning azobidan saqlaninglar, qolgan jazoni tashlanglar. Agar unda qilmasanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar tavba qilsanglar, sarmoyanglar o'zingizlarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zingizlarmi ziyon tortmaysizlar." Bank o'simi barliq olimlarning ijmosi, fiqh komitetlarning birdaq qarori bilan shariat harom qilgan jazonining bir turidir. O'sim az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, qarz berganda shartlashgan bo'lsin yoki qarzni to'lay olmaganda kechikib to'lash uchun bo'lsin, iste'mol uchun bo'lsin yoki ishlab chiqarish uchun bo'lsin, o'xshashlar harom. Payg'ambarimiz bu jinoyatni o'sim yegichiga qaratib qo'ymay, balki o'sim yegizgichiga, ya'ni boshqalardan olgan qarzga o'sim berdiganmi, o'sim kelishimning yozuvchinimi va o'sim kelishimga guvoh bo'luvchilarnimi bu jinoyatning gunohiga sherik deb e'lon qildi. Hadisda bunday kelgan: Alloh taolo o'sim yegichiga, yegizgichiga, uning guvoh bo'luvchiga va uni yozuvchiga la'nat qilgan. Agar o'sim berguchi favqulodda jiddiy zaruriyat tufaylidan o'sim bilan qarz olishga majbur bo'lib qolgan bo'lsa, qalbida uni halol sanamasdan o'ch ko'rib turib bersa, jazosining gunohi faqatli o'sim olg'uchiga, guvohchiga va yozuvchiga bo'ladi. Qarz olg'uchiga bo'lmaydi.
Bu yerdagi zarur ehtiyoj deganimiz, agar qarz almasa halokatga tushib qoladigan, oziq-tulik, sovuqdan saqlaydigan kiyim-kechak, yiqilg'u, dora va jiddiy qutqarish qatorliqlardek hayotiga zarur bo'lgan narsalarni o'sim bilan qarz almasa boshqa hech qanday qo'l bilan qamday olmaslik holatiga muhtojlikdir. Jazoning turlari. Birinchi, qarz jazonisi, ya'ni o'simlik qarz. Bu ya'ni jahiliyat jazonisi deb ataladi. Chunki bu jahiliyatdagi jazona turlarining ichida eng keng umumlashgan biridir. Ikkinchi, nisini aslish. Nisini aslish jazonisi. Bu nisini aslish deyishgan vaqtida berilmasa, ya'ni bu nisini deyishgan vaqtida berilmasa, o'sim qo'shish badaliga vaqtni uzartib berishni ko'rsatadi. Banklardagi pulni qarorida to'layolmaslik sababidan qo'yiladigan jazo mushtirdan. Bu taqsirlik, qalallik setish ishlaridan bo'ladi. Üçüncü, cinslash tovarni kam ziyon qilib almashtirish jazonisi. Bu yana savdo jazonisi deb ataladi. To'rtinchi, nesi jazonisi. Bu Amerika dollarini Turkiya lirasiga almashtirib, lirani naqd topshirib bermagandek ahvollar shakllandi. Beshinchi, noto'g'ri savdolar. Hanafi mazhabda ziyodalik bo'lsin, bo'lmasin, ma'lum sifat sababli noto'g'ri bo'lgan savdolarning hammasi jazoni hisoblanadi deb qaraladi. Chunki jazona badalsiz narsa bo'lib, noto'g'ri shartlarning mohiyati bo'lsa, to'xtamga mos kelmaydigan ortiq narsani qo'shilishdan iborat. Natijada noto'g'ri to'xtamlarda badalsiz narsa bo'lgan bo'ladi va bu jazonining o'zidir. Jazoni sababli harom qilingan savdolar. Pul va oltinlarni almashtirishda bir narsani o'zinsiz ortiq kam almashtirish yoki birini nisi almashtirish. Ikkinchi, iğne savdosi. Bir kishiga bir tovarni ma'lum bahoda ma'lum vaqtga nesi setib, ondan keyin o'zi sotgan iliq tovarni iliq setib oluvchidan burunqidan to'varak bahoda naqd setishdan iborat harom savdodir. Malni nesi setilib, naqd sotuvchi bu savdo orqali naqd pulga darhol erishganlik uchun shunday atalgan. Bundaq shakldagi muomala tashqi ko'rinishda savdo, haqiqatda yeli ishlatilgan jazoni bo'lganlikdan harom qilingandir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "İğne savdosi qilsanglar, qalning quyruqiga ergishib, bu dehqonchilik kinoya. Dehqonchilikqa rozi bo'lib o'ltirsanglar va jihatni tashlab qo'ysanglar, Alloh sizlarning bo'yninglarga shundoq bir xorliqni yuklab qo'ydiki, toki dininglarga qaytib kelguncha uni bo'yninglarni elib o'tmaydi." 3. Tavarruq. Tavarruqning birinchisi oddiy tavarruq. Naqd pulga ehtiyoji bor kishi naqd pul topolmagan taqdirda biror tovarni nisiya setib olib, uningga setib bergan kishidan boshqa kishiga naqd setishi tavarruq deb ataladi. Demak, iğne ikki taraf o'tirida ikki savdo qilish bilan bo'lsa, tavarruq uch taraf o'tirida bo'ldi. Bu tavandagi 3 shart topilsa joiz. Birinchi, odatdagi mubah yo'l bilan naqd pul topolmagan bo'lishi. Ikkinchi, naqd pulga jiddiy ehtiyoji bo'lishi. Uchinchi, tovar sotqichining qo'lida bo'lishi. Tovar sotqichining qo'lida bo'lishi. Tavarruqning ikkinchi turi tushunilgan tavarruq. Bu xil tavarruq savdosida naqd pulga ehtiyoji bor kishi biror tovarni nisiya setib oladi. Ondan sotqichining o'zi yoki uning vakili u tovarni to'g'riroq bahoda naqd setib qo'yadi. Buningda boshliq tutishib oladi. Ko'pincha tovarni sotqichi banki bo'ladi. Savdimi shakli savdo bo'ladi. Natijada qarz berib turib, pulini o'sim bilan qaytarib oladi. Bundaq shakldagi muomala tashqi ko'rinishda savdo, mohiyatda yili ishlatilgan jazoni bo'lganlikdan shar'an harom bo'lib, bu iğne savdosiga yaqin. Shunga olimlar va fiqh komitetlar harom deb hisoblagan. Islom fiqh komitetining 2003-yildagi qarorida mundaq kelgan: Islom bankasining naqd pul izlagan kishiga biror tovarni xalqaro savdo bozorlaridan yoki boshqa bozorlardan nisiya setilishni shakli o'rlashtirib, bankining to'xtamda yoki urf-odatda belgilangan shart bo'yicha u tovarni u kishiga vakolatan boshqa bir kishiga naqd setib qo'yishni shart qilishi va pulni naqd pul lozim bo'lgan kishiga topshirishi iğne savdosiga o'xshaganlikdan va shariatdagi tovarni topshirib olish shartiga uyg'un kelmaganlikdan va yana qarz berib o'simi bilan qaytarilishini tapmalol qilganlikdan joiz bo'lmaydi. İslam fiqh komiteti barliq islom banklariga Allohning amriga bo'ysungan holda harom qilingan muomalalardan yiroq turishni tavsiya qiladi. 4. Qarzni qarzga setish. Qarzni qarzga bo'g'ilg'uchining o'ziga yoki boshqa biriga nisiya setish. Bu jazonining bir turi bo'lg'achqa olimlar birdek harom deb qaraydi. Qarzga bo'g'ilg'uchining o'ziga setishning misoli, bir kishi yana birisiga "Men sizdan ma'v tovarni 5 dollarga sotib oldim. Tovarnimi, pulini bir oydan keyin topshiramiz" desa, yoki 1 tonna bug'doyni keyin topshirdiganga naqd pul setib, vaqti kelganda 1 tonna bug'doy qo'lida bo'lmay qolsa, setib olg'uchiga u 1 tonna bug'doyni menga 1,5 tonna bug'doyga yoki 1,5 tonna xurmoq setib bergan desa,
ma'qul deb setaversa, ikkalan o'tirda tovarni qo'lga topshirib elish yoki topshirish bo'lmasa, bu jazoni bo'ladi. Qarizni qarzga bo'g'ilg'uchidan boshqa biri setishning misoli bo'lsa, birisi bir kishiga "Mening palondagi tovarimni sana pulini bir oydan keyin berdiğanga nesi satdim" desa, bu harom bo'ladi. Aksiya bozorlarida bo'layotgan savdolarning ko'p qismi tovar topshirish yoki topshirib berish bo'lmasdan, qarzni qarzga setish shaklida mushunday qilib beriladi. Bularning hammasi to'g'ri emas. Bir kishi "Mening palonida $1000 bor" desa, boshqa bir kishi uningga "U kishniki $10,000'ını onundan men elolay. O'rniga sana yil oxirida $12,000 beray" desa, qarzni qarzga olgan bo'ladi. Buningda 2000 ortiqlik bir jazoni bo'lsa, nesilik bir jazoni. Demak, bu ikki tarafdan jazoli bo'ladi. Agar u kishniki $10,000'ını onundan men elolay, o'rniga sana yil oxirida paloni markalik bir mashina beray degan bo'lsa, qarzni qarzga olgan bo'ladi. Buningda bir turlik jazoni shakllanadi. Atalmış İslam bankalarındaki qarzni qayta jadvallashtirish mushtarak kirdi. Buning misollari ko'p. Masalan, bir kishi bankidan $10,000 qarz olgan bo'lsa, qarzni qaytarish vaqti to'shqanda qaytara olmay, $10,000 qarzini kelar yili $12,000 qaytaray desa, qarzni qarzga sotib olgan bo'ladi. Chunki har ikki badal qarzni iborat. Bu jahiliyatdagi jazonining o'zidir. Endi asl maqsadga qaytsak, tövende en köp uçuraydigan bir neçe kartı türünü ayrım tunuşturup her birinin hükümge qarab çıkaylı. Banka hesap kartısı. Bu naqvar pulunu tutup qilish kartısı bulup, bu karta bankada hesap açkan kişiye haksız yoki ba'zi haq berib beriladi. Hesap bilgisi bu kart orqali hisobidagi pulni bankaning tarmoqlaridan va pul elish mashinasi, ATM'dan pul elish, tovar va mulozimat sotib olish, gaz, tok shirkatlaridek o'rinlarga haq to'lash, pul havale qilish qatorliq ishlarni qila oladi. Umuman bu karta bilan hisobidagi o'zining pulini bir taraf qo'shqa aloqador ishlarni qila oladi. Bu karta egasiga bank qarz bermaydi. Odatda karta egasi bu kartani ishlatganligi uchun pul to'lamaydi. Lekin shu karta orqali kart tarqatgan bankadan boshqa bir bankadan pul olsa yoki pul almashtirsa yoki pul havale qilsa, ondan ma'lum miqdorda mulozimat haqqi to'laydi. Bu kartını sürkep yoki ishlatib o'zining puliga bir narsa sotib olganda, kartını tarqatgan banka pulsar egasidan ba'zi davlatlarda mulozimat haqqi olmaydi. Olsa-mu, savdo sommasining nisbati bo'yicha emas, har bir qatimliq pul tutishga ma'lum miqdorda haq oladi. Masalan, pulsar $100 tutsa-mu $2, $200 tutsa-mu $2, $1000 tutsa-mu $2 mulozimat haqqi oladi. Ya'ni har bir pul tutish qatim soniga qarata haq oladi. Ba'zi davlatlarda savdo sommasining nisbati bo'yicha haq oladi. Bu kartning ishlatishning hukmi. Bu karta o'simlik qarz elish qatorliq jazoni kelishimlaridan va qarshilaridan xoli bo'lg'achqa uni ishlatishga bo'ladi. Lekin hisobda qo'yilgan pullar bankaga berib qurilgan qarz bo'lg'achqa, u bankalarning u pullarni jazoni ishlarida ishlatib olishi xolimsimi jazoni gardan bo'ladi. Shunga zarur ehtiyoj bo'lmasa, bankalarda hisob ochmagan tuzuk. Açqan taqdirda banka hesap kartası ishlatishning o'zida masala yo'q. Allohu a'lam. Bu haqda doktor Yusuf Shabili mundaq deydi. Darhol pul tutib qoladigan kartlarni ishlatganda hisob egasining hisobiga bar pul tutib qolinadi. Ya'ni bu karta bankada puli bar kishilarga tarqatiladi. Bar puldan ortiq miqdorda ishlatilmaydi. Buning hukmi uni tarqatish va ishlatish joiz bo'ladi. Chunki bu karta hisob egasining bar puli bilan cheklanadi. Uningda banka qarz berib turish bo'lmaydi. Lekin bankining jazoni muomalasi bilan shug'ullanadigan banklardan bo'lmasligiga qattiq diqqat qilish kerak. Bu kartni tarqatganda banka oladigan rasmiyat haqqi joiz. Bu rasmiyat haqlari karta bejirish uchun bo'lsin, yoki pul olish uchun bo'lsin, yoki tovar pulini to'lash uchun bo'lsin, o'xshashli joiz. Shundaqla bu rasmiyat haqlari ma'lum miqdorda bo'lsin, yoki olgan va to'lagan pulning ma'lum nisbati bo'lsin, o'xshashli joiz. Chunki bu rasmiyat haqlari bank sungan mulozimat uchundir. U rasmiyat haqlarini elish va to'lashdan shar'iy jihatdan biror chatoq kelib chiqmaydi. Bu kartadan naq bo'lgan oltin kumush va pulni setilishga, shundaqla naq pul topshirish shart qilingan salam savdosi qilishga bo'ladi. Chunki pul setib oluvchidan darhol tutilib, sotuvchining hisobiga tushadi. Bu kartada pul va oltin kumush setilishining hukmi. Ma'lumki, turli pullarni bir-biriga almashtirishda naq-naq bo'lish qatorliq pul almashtirish sarf ahkomlariga va shartlarga rioya qilish kerak. Ko'pchilik olimlar yaqilgan kuchli qarashda
Bu xil banka hisob kartasidagi pul bilan sarraflik va zargarchilik do'konlaridan boshqa turdagi naqd pul yoki oltin kumush sotishga bo'ladi. Chunki karta egasining puli bankadagi hisobida bor. Sot qilganda uning hisobidagi puldan setib olgan pul yoki oltin kumushning puli darhol tutib qilinib, do'konlarning hisobiga o'tadi. Bu naqd qo'lga olish o'rnida turadi. Bu muomaladagi naqd topshirib olish haqiqiy bo'lmasdan, hukmiy jihatdan bo'lib, karta egasi pulstarga kartani surkab, oltin kumush yoki pulni topshirib olganida imzo qo'ygan talonni do'kondarning qo'liga topshiradi. Bu chaqda pulning o'zini topshirish bo'lmasa-mu, hukm jihatdan topshirgan hisoblanadi. Bu Islom fiqh akademiyasining pulning bank hisobiga kirishiga qo'lga naqd topshirib olish hukmi beriladi degan qarori qiyosan chiqilgan hukmdir. Natijada bu qarash bo'yicha pul almashtirish savdosidagi shar'iy shart tepilgan bo'ladi. Yana bir qiyos karta surkigandagi imzolangan talonni do'kondar qo'liga topshirib olganida, o'sha talonniki mablag' summasini qo'liga topshirib olganning hukmi bo'ladi. Chunki u talon imzolangan chekka yoki bank tarafidan yozilgan chekka o'xshash darajada, balki texi u talon chekning kuchli. Chunki bu talonni do'kondarmi, bankimi boshlata olmaydi. Uning bilan karta egasi qarzdan darhol qutuladi. Uning talon orqali pul to'lanishiga qarata e'tiroz qilish haqqi bo'lmaydi. Islom fiqh akademiyasi turlik cheklar naqd topshirilgan taqdirda uning bilan oltin kumush sotib olsa bo'ladi deb qaror chiqargan. Odatda pul tutib qolganlik xabari sel kechiksimi, pul shu chaqning o'zida sotqichning hisobiga tushadi. Ba'zi olimlar bank hisob kartasidagi pul bilan naqd topshirib ola oladigan boshqirdagi pul yoki oltin kumushni sotilishga bo'lmaydi. Chunki uningdan naqd bo'lish shart topilmaydi. Nima uchun deganda biz savdo jarayonini qaraydigan bo'lsak, karta egasi kartani surkab oltin sotib olganda, oltinni topshirib olib, talonga imzo qo'ydi. Do'kondarga pul to'lamaydi. Uning pulini kart tarqatgan yoki do'kondar muomala qilgan bankka to'laydigan bo'lib, do'kondar talonni bankka sunganida ikki taraf bitishgan muddatdan keyin ondan bank pulini do'kondarga to'laydi. Bu araliq eng tez bo'lganda 1 soatdan 3 kungacha, ozi bo'lganda 1 yoki 2 oy so'zib ketadi. Natijada savdo bo'lgan so'rinda, ya'ni kart surkigan vaqtda naqd pul topshirish mavjud bo'lmaydi. Ko'pchilik olimlar asos qilgan ikki qiyos, ya'ni pulning do'kondar hisobiga kirishi bilan talonni do'kondar qo'liga topshirilishi hukm jihatdan mablag'ni naqd qo'liga topshirib olganga o'xshash degan ikki qiyos bo'lsa, farqli qiyoslardir. Chunki hisobga kirgan pul bilan imzolangan chekdagi pulni darhol xarjlaydi. Bu jihatdan u naqd pul hisoblanadi. Ammo kart surkiganda kartadan tutib qolgan pulni darhol xarjlayolmaydi. Cho'qim 1 sotka yoki 1 oy o'tish kerak. Mana bu shar'iy shartlarga to'g'ri kelmaydigan tarafi. Bank hisob kartasi da pul olish mashinasidan pul olishning hukmi. Bank hisob kartasini ishlatib, kartani tarqatgan bankning pul olish mashinasidan pul olganda, agar u pul o'xshash turdagi pul bo'lsa, ya'ni hisobida dollar bo'lsa, dollar olgan bo'lsa, karta egasi bankiga bergan qarzni qaytarib olgan bo'ladi. Bu joiz ish. Chunki bu qarzni qaytarib olishdan iborat. Agar u mashina bankining hisob ochgan sho'basidagi mashina bo'lsa, banka bu xizmatga qarata mulozimat haqi olsa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki qarz egasi qachon qarzni qaytarib olmoqchi bo'lsa, banka pul olish mashinasidan bo'lsa-mu qaytarib berish kerak. Bo'lmasa qarzni qaytarib berishga haq olgan bo'ladi. Ammo u mashina boshqa bir sho'bada yoki boshqa bir yurtda yoki boshqa bir davlatda bo'lsa, banka pulni egasiga yetkazib berganiga ishaq olsa bo'ladi. Qayerda yetkazib berganiga qarab ish haqqi oz yoki ko'p bo'lsa bo'ladi. Bir qatimga ma'lum miqdorda mablag' bekisimi yoki olgan pul sommasining nisbi bo'yicha haq olsa bo'ladi. Chunki bu qilgan mulozimatning ish haqqi bo'lib, shar'iy jihatdan cheklanib bo'lmaganlikdan tushgan bo'yicha bo'ladi. Buningda jazoniga yo'liqish xavfi yo'q. Shundaqdimi, har ikki ahvolda oladigan haq sungan xizmatga qarab odillik bilan bekitilishi kerak. Agar hisobida bar bo'lgan pulning turidan boshqa bir turdagi pulni pul olish mashinasidan olgan yoki boshqa davlatda kart surkash orqali tovar sotib olgan taqdirda, masalan, hisobida dollar bor, ammo u hajga borganda mashinadan real oldi yoki kart surkab realga tovar sotib oldi, bu qarzni boshqa surda qaytarib olish doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, pul ayrivalash savdosi qilgan bo'ladi. Shuningdek, pul algan yoki kart surkigan chaqning o'zida banka uning hisobidagi dollardan xarjlagan realning miqdorini tutib qolsa bo'ladi. Boshqa vaqtda tutib qolsa bo'lmaydi. Yana bu ish uchun haq olsa bo'lmaydi, chunki bu jazoni yetadi. Agar banka u xarjlagan dollarning qimmatidagi realni keyinchi tutib qoladigan bo'lsa,
Masalan, Ejder real xərclədi, amma bank onun hesabındakı dollarını o xərcləyən vaqtның özüdə emas, bir aydan keyin tutub qaladigan bolsa, bu ahvalda banka o kişiga real qarz berib turgan bo'ladi. Keyin bank qarz berib turgan realni o kishining hesabidagi dollardan tutib qalmoqchi bo'lganda, ondan pul ayirib so'rasi bo'ladi. Buning to'g'ri bo'lishi uchun ayirib bahasi ayirib bo'lgan shu kundagi baho bo'yicha bo'lishi kerak. Ejder real xərcləyən kundagi bahoda tutib qolgan bo'lmaydi. Shundaqla bu ishqa haq alsa, jazoni bo'ldiganligi jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Chunki banka qarz berib turgan. Bank hesab kartasini ishlatib, kartini tarqatgan bankadan boshqa bankaning pul olish mashinasidan pul olgan bo'lsa, bu mundaq tahlil qilganimizda to'g'ri ma'lum bo'ladi. Karta egasi mashinadan olgan pul qarz hisoblanadi. Ondan qarz pulni elishni kart tarqatgan bankaga havola qiladi. Mushundaq bo'lsa, olimlarning qarshida havola to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Chunki kart tarqatgan banka kart egasiga qarzdor. Agar mashinadan hisobidagi pul turini emas, boshqa turdagi pulni olgan bo'lsa, masalan hisobida dollar bor, lekin u Saudiya Arabistonda boshqa bir bankadan real oldi. Bu ahvolda kart tarqatgan banka mashina egasi bilan pul ayrilish to'g'risi qilish kerak. Bu sodni mashina egasiga pul to'lagan kunning bahosida qilishi, mashinadan pul olgan kunning bahosida qilmaslik kerak. Inovat kredit kartasi. Bu birer bank tarafidan birer shaxs yoki organga ikki taraf o'rtalik to'xtam bo'yicha beriladigan karta bo'lib, u kart orqali bankining kafolatini e'tirof qilgan o'rin bilan qilgan iqtisodiy muomalada naqd pul bo'lmasimi, pul olg'ili, do'konda pul tutarda yoki torda pul to'ligili, tovar sotib olg'ili, mulozimatdan bahramand bo'lg'ili bo'ladi. Ixchamlab tushuntirsak, karta egasining bankdagi hisobida puli bo'lmasimi, har qaysi joylarda naqd pulga, tovarga va mulozimatga erishgan bo'ladigan bank kartasi iborat. Bu turli kartlarda banka ma'lum miqdorda pul xarjlab olg'ili, pul olg'ili, to'ligili qo'yadi. Ondan kart egasidan xarjlagan u pulni ma'lum muddat, 1 yoki 2 oy ichida qaytarishni, vaqtida qaytara olmagan taqdirda kechikkanlik sababidan o'sim to'lashni shart va talab qiladi. O'sim to'lab qaytarishga ma'lum muddat belgilaydi. Bu kartlarning ba'zilari tovar yoki mulozimat pullari uchun 1 yoki 2 oy o'sim olmagani bilan kartdan naqd pul olgan taqdirda o'simsiz muhlat bermaydi. Qoida pulni qaytarishga ma'lum muddat bekitmasdan har oyda o'sim bilan qaytib ma'lum miqdorda mablag' berib mashni shart qiladi. American Express, Visa Card, Mastercard va Diners Club qatorliq turli kartlar mushtarak tava. Bu turdagi inovat kartalarini mundaq ikkiga ayirishga bo'ladi. Biri, burunqi qarzni to'liq to'lamaymi, yangidan qarz olg'ili bo'ladigan karta. Kart egasi bilan $1000 tovar sotib olgan bo'lsa, yani bu kart egasi kartasi bilan $1000 tovar sotib olgan bo'lsa, o'sim kechirim muddati 30 kun yoki 45 kun va yoki 60 kun ichida u pulni qaytarsimi yoki bo'lmasa, u pulning 10%ni to'lab qolganini keyingi oylarda o'simi bilan qo'shib to'lasimi ixtiyori. Lekin bu ahvolda o'sim ig'ilishidi. Visa Card, Mastercard qatorliqlar mushtarak tava. Bu kartlarda diqqat qiladigan nuqta, bu kartda bilan naqd pul olgan bo'lsangiz, ba'zi davlatlarda u pulni olgan kundan boshlab o'sim to'lanadi. Ammo tovar yoki mulozimat sotib olgan bo'lsangiz, kechirim muddati ichida to'lasangiz o'sim kelmaydi. Chunki mal sotuvchi ma'lum muddatgacha malning puliga erisha olmaydi. Ya'ni bankimi ma'lum muddatgacha pul chiqim qilmaydi. Yana bu kartaga kechikib to'laganlik jarimanasi bilan birga o'sim qatma-qat keladi. Masalan, $1000 qarz olganda kechirim muddati 30 kun yoki 45 kun va yoki 60 kun ichida hammani yoki bir qismini to'lab olsa, jarimani kelmaydi. Agar qarz pulning hammini yoki bir qismini kechirim muddati ichida to'lamasa, jariman to'laydi. Ondan bu jarimani kelsin yoki kelmasin, qarz pulning o'simini baribir to'laydi. Ya'ni bu o'sim kechikish jarimanasi to'langan taqdirdami, qarz davomlasla kelaveradi. Bu qarzning o'simi odatdagi bank qarzidan 2 ga qadar berishi mumkin. Vaqt uzargan sari o'simni ortmaydi. Masalan, $1000 kechirim muddati ichida to'langanlikdan keyingi bir oyda to'lasa, kechirim muddatida to'langanlik jarimanasi $100, bir oylik o'simi $100 keldi deyli. Bu qarz yana bir oy kechiksa, asli qarz bo'lgan $1000 ga, ya'ni $150 o'sim keladi. Jarimani bo'lgan $100 ga $15 o'sim keladi. O'tgan o'sim bo'lgan $150 ga $15 o'sim keladi. Mushundaq ketaversa, qarzning o'simini to'lagandan sirt o'simning o'simini to'lash to'g'ri keladi. Her aylık ösüm o'rta hesapta 28% yetib boradi. Bu jarimane ve ösümler Kur'an
Allohga jon e'lon qilish deb sifatlab harom qilib o'tgan qip-qizil jazoning dal o'zi bo'lib, buni olimlar birdek harom deb qaraydi. Bu kartani surkab yoki ishlatib bir narsa setib olganda, kartani tarqatgan banka pul tutar egasidan mulozimat haqi oladi. Olgandimi har bir qatimliq pul tutishga ma'lum miqdorda haq olmasdan savdo sommasining nisbati bo'yicha haq oladi. Masalan, pul tutar $100 tutsa $2 mulozimat haqi, $200 tutsa $4 mulozimat haqi, $1000 tutsa $20 mulozimat haqi oladi. Yuqoridagi banka hisob kartasidan pul tutganda bo'lsa, har bir tutishga o'xshash pul tutadi. Bu kartlarda keladigan o'sim nisbati yuqori bo'lib, ba'zi kechki jazosi bilan birga qo'shganda odatdagi banka qarzidan oshadi. Vaqtning o'tishi bilan o'simi qarz pulini eshib ketadi. Chunki o'sim qarzga emas, u qarzning o'simiga keladi. Bir mezgil to'lamay ketaversa, sudga boradigan gap. Shunga bu xil kartni ishlatib selishdan saqlanish lozim. Inovat kartasining yana bir xili vaqtliq yoki bir oylik qarz berib turadigan karta. Charge card bo'lib, bu kart bilan yanfon yoki torda, shundaqla chet ellardami sot qilg'ili bo'ladi. Ammo u kartining qarzini belgilangan muddatda, masalan 30 kun ichida bir xil to'lash kerak. To'lamsa bek uzun kechiktirishga fursat bo'lmaydi. Bu kartlarda kart egasining puli bo'lmasa-mu, kartini naqd pulning o'rnida qabul qiluvchi do'kondor yoki o'rin kartini naqd pul o'rnida qabul qilishdan tövandagi manfaatlarni qo'lga keltiradi. Birinchi, texnik ko'p setish. Ikkinchi, naqd pulni saqlash va qarz suylash avarchiligiga, o'g'ri yolg'onga uchramaslik. Uchinchi, kart tarqatgan o'rinning e'lon tashviqotidan foydalanish. Natijada bu kartni tarqatgan banka kart orqali xarjlangan pullarni to'lashga kafolat qilganlik uchun kart egasidan haq olmaydi, balki pul tutar egasidan mablag' sommasi nisbati bo'yicha haq oladi. Pul tutar egasi odatda naqd pulga sotgandimi, pul tutarda pul sotganga o'xshash bahoda sotadigan bo'lsa, bu haq karta egasini aloqador qilmaydi. Ammo pul tutar egasi naqd pul sotmay, kartadan pul sotganlik uchun karta egalariga bahoni o'stirib olgan taqdirda banka mulozimat haqqini pul tutar egasidan emas, karta egasidan olgan bo'ladi. Ba'zi davlatlarda karta egalariga naqd sotgan bahodan yuqoriroq baho setishni qonun cheklaydi. Ammo karta egasi kart tarqatgan bankaga kartini qo'lga olganda bir qatim, ondan har yili yillik rasmiyat yangilanganda, kart almashtirganda yoki yutib ketganning o'rniga yangidan birini chiqarganda pul to'laydi. Undaqda bu turlik haqqini elishning hukmi nima? Bankining kredit kartasi bejirish, yangilash va almashtirish qatorliq mulozimatlarga olgan haqning hukmi. Kartni tarqatgan o'rin qilgan xizmati uchun haq chiqimlarini inchikib bilan hisoblab, amaliy chiqimni kart egasidan olsa bo'ladi. Uningdan ortiq olgani jazoni doirasiga kiradi. Chunki bu ortiq pul qarzga kafolatlik qilganlikqa olgan haq bo'lib, bu oxirida o'simlik qarzdan iborat bo'ladi. Aslida bu turlik rasmiyat haqlari qarzga bog'lanmagan ahvollarda qanchalik bekitilsa bo'laveradi. Qarz va kafolat bilan bog'lanib kelgan bu ahvolda uningga badal elish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu mulozimat haqqi degan ism aslida qarzga o'sim elish bilan kafolatga haq olishni iborat bo'lg'achqa jazoni bo'ladi. Ixchamlasak, kart egasi bankaga to'langan bu turlik rasmiyat pullari agar haqiqiy rasmiyat chiqimidan olqib ketmasa, mulozimat haqqi sifatida elinsa masala yo'q. Ammo olqib ketsa jazoni bo'lganlikdan harom bo'ladi. Lekin bu chiqimlarning amaliyotga uyg'un yoki uyg'un emasligini bekitadigan o'rin hozircha yo'q bo'lsa kerak. Banklarning mulozimat haqlarini tekshirib chiqqandan keyin tadqiqotchilar mushu mulozimat pulining bir qismining o'simga aloqador ekanligini bayqagan. Demak, mulozimat va rasmiyat haqqining bir qismi o'simdan iborat. Buni ta'kidlaydigan shuki, banklar rasmiyat haqqini bekitishda qarzni to'lamaslik ehtimolligidan keladigan xatar bilan qarzdan olgan o'simni ko'z tutib bekitadi. Shunlashqa, inovat kartalarining bir xili bo'lgan vaqtliq yoki bir oylik qarz berib turadigan karta bilan burungi qarzni to'liq to'lamaymi, yangidan qarz olg'ili bo'ladigan karta rasmiyatini farq bekitadi. Ya'ni keyingisining rasmiyat haqqi ko'proq bo'ladi. Bumi qarz o'simi sababli. Bu turlik inovat kredit kartalarini ishlatishning hukmi. Bu kartani tarqatgan banka bilan kartining egasi o'rtasidagi munosabat qarz berish va qarz olish munosabati bo'lib, banka kart egasiga oldin bitishgan shartlar bo'yicha ma'lum miqdorda pulni qarz beradi va qaytarish vaqtidan kechiktirsa o'sim oladi. Ikki taraf o'rtasidagi munosabatning kafolat munosabati degan taqdirdami, kafolatga haq olishga bo'lmaydi. Uning ustiga bu yerda kafolat obyekti qarzdan boshqa narsa emas. Agar kafolat qilinuvchi kart egasi qarzni to'lay olmasa, kepil banka o'sim olmay qolmaydi. Natijada bu turli kartlarning jazoni muomalasini o'z ichiga olganlik uchun
beceriş ve işletishga bo'lmaydi. İslam Fiqh Akademiyasi o'sim sharti bo'lganlikdan, garchi kart egasi o'sim to'lash vaqti kelib bo'lguncha kechiktirmasdan to'latishga bel bog'lagan taqdirdami, bu turli kartlarni becerish va ishlatishning to'g'ri bo'lmaydiganligi to'g'risida qaror olgan. Kechikkanligi qarta o'sim yoki jarimani to'lash sharti bo'lmasa, uni becerishga va ishlatishga bo'ladi. Vallohu alam. Bu turli kartlarda pul va oltin kumush sotilishini hukmi. Alimlar bu turli kartlarda sarraflik va zargarchilik do'konlaridan boshqa turdagi naqd pul yoki oltin kumush sotilishi bo'lmaydi degan. Chunki kart egasining bankdagi hisobida puli bo'lmag'achqa, savdo qilganda sotib olgan pul yoki oltin kumushning puli darhol tutib qo'yilmaydi. Natijada pul va oltin kumush savdosi uchun shart qilingan naqd pul sotish sharti topilmag'achqa, bu savdo to'g'ri bo'lmaydi. Vallohu alam. Navada banka bu savdo pulini satqıçıga naqd topshirib beradigan ahvol bo'lsa, bu savdo yana to'g'ri bo'laveradi. Lekin amaliyotda bunday ish yo'q. Bu turli inovat kredit kartasida pul olish mashinasidan pul olishga rasmiy taqilishning hukmi. Inovat kartasida kartini tarqatgan bankining yoki boshqa banklarning pul olish mashinasidan pul olganda, pul olish rasmiy taqilish to'g'ri. Pul olishga rasmiy taqilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu ahvollarda karti bilan oladigan pul banka bergan qarz bo'lg'achqa, uningga rasmiyat haqqi qo'shilsa, jazoni yetadi. İslam bankalari tarqatgan kartlarning hukmi. Atalmış İslam bankalari Turkiyada qatlam bankalari deb ataladi. Bir qancha turli kart tarqatmoqda. Atalmış İslam bankalari sungan hisob kartalari. Bu yuqorida bayon qilingan odatdagi bank hisob kartalarining hukmi bilan o'xshash bo'lib, bu kartlarni ishlatganda hisob egasi bu kart orqali hisobidagi pulni bankning tarmoqlaridan va pul olish mashinasidan pul olish, tovar va mulozimat sotib olish, gaz, tok shirkatlaridek o'rinlarga haq to'lash, pul havol qilish qatorliq ishlarni qila oladi. Umuman bu kart bilan hisobidagi o'zining pulini bartaraf qilishga aloqador ishlarni qila oladi. Bu kart egasiga banka qarz bermaydi. Odatda kart egasi bu kartni ishlatganlik uchun pul to'lamaydi. Lekin shu kart orqali kart tarqatgan bankadan boshqa bir bankadan pul olsa yoki pul almashtirsa yoki pul havol qilsa, ondan mablag' summasiga qarab farqli nisbatda mulozimat haqqi to'laydi. Bu kartni ishlatishning hukmi. Bu kartda o'simlik qarz elish qatorliq jazoni kelishimlaridan va kashinlardan xoli bo'lg'achqa uni ishlatishga bo'ladi. Vallohu alam. Bu kartda pul va oltin kumush sotilishning hukmi. Biz yuqorida odatdagi banklar tarqatgan hisob kartasi bilan sarraflik va zargarchilik do'konlaridan boshqa turdagi naqd pul va oltin kumush va pul sotilishning boshqa turdagi naqd oltin kumush va pul sotilishning hukmini to'xtalgan edik. Va ko'pchilik bu xil banka hisob kartasidagi pul bilan sarraflik va zargarchilik do'konlaridan boshqa turdagi naqd pul yoki oltin kumush sotilish bo'ladi deb qaraganligini, bir qism olimlarning joiz bo'lmaydi, chunki uningdan naqd bo'lish shart topilmaydi deb qaraganligini bayon qilgan edik. Atalmış İslam bankalari sungan hisob kartalarining hukmi shuning o'xshash. Shundaqla atalmış İslam bankalari tarqatgan bank hisob kartasida pul olish mashinasidan pul olishning hukmi shuning o'xshash. Atalmış İslam bankalari deb tanilgan qatlam bankalari sungan inovat kartasi shaksizki harom bo'lgan bir narsaga asl ismdan boshqa bir ism qo'yib, shaklini o'zgartib qo'yish bilan uning haromligi o'zgarib qolmaydi. Masalan, jazoni bilan muomala qilish uchun mayli qanchaligan hilalar ishlatilsin yoki aroq har xil ismlar bilan atalgan bo'lsin, baribir jazoni va aroqning asl haromligi o'z bitish qilaveradi. Hadisda mundaq deyilgan: "Ummatimdan bir qism kishilar aroqni boshqa ism bilan atab halol qilib oladi." Yana mundaq deyilgan: "Shundaq bir zaman keladiki, kishilar jazoni ilm setim nomi bilan halol sanab oladi." Imom Yusuf Qardaviy bu vaqtda mundaq deydi: "Jazoniga o'sim, foyda degandek ismlarning birlishi mush doiraga kiradi. Kishilar bu tariqada Allohga, Rasuliga va mu'minlarga eng o'chkirilgan bu turli ig'ir qilmishlarni keng ommaga yaqinlik ko'rsatadigan ismlar bilan atab olgan. Lekin dono kishilar bu ismlarga aldinib ketmaydi. Ilmda toshgan olimlar ba'zi ilm va diyonat to'ni o'rnab olgan, ba'zi kishilar paydo qilib olgan ba'zi hilalarni fosh qilgan. Ular o'rnab olgan to'llar ularni Allohning azobiga duchor bo'lishdan hargiz qo'dab qola olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taologa hiyla, aldamchilik kor qilmaydi. Uning huzurida hamma ish qalbga, niyatga bog'liq. Imom Buxoriy hazratlarimi sahih hadislar to'plamini mushu sahih hadis bilan boshlagan. Ishlar faqat niyatlarga bog'liq. Har kishiga faqat niyat qilgani bo'ladi. Katta olimlar dinda bo'lmaganni dinga chaplashdan iborat bu turli hilalarni qattiq ayiblagan.
Atalmış İslam bankalarının cezanını tepme halal kılışları bana atalarımızın kölelmesen ecayma degan sözünü eslatdı. Kredit kartı meselesinde mi atalmış İslam bankaları qarz bilan ta'minlash meselesinde cezanızın hali tüzük birer çare tapamay. Peygamber aleyhisselam tövendeki erisde aldığın haber bergendek Müslümanlar cezanı işlerinde şeriatta aramlıkı perva kılmasın, gariptiki kafirlere kadem ergişip cezanını tepme halal kılmakta. Peygamber aleyhisselam öz vaqtida goya azık ahvalimizni ko'rib turayotgandek, bugungi ahvolimizni intayin to'g'ri sifatlab bergan. Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallohu alayhi vasallam sizlar cho'qim o'zinglardan ilgiriklarning yo'llariga g'aras gazmi-gaz ergashmay qolmaysizlar. Hattoki ular kelining uvusiga kirgan bo'lsa, sizlarmi cho'qim ularga ergashib kirmay qolmaysizlar degan edi. Biz yo Rasululloh, biz ergashadiganlar yahudilarmi, nasaralarmi desak, ular bo'lmay kim degan. İnavet ve kredit kartları dünyada keng tarqalgandan keyin atalmış İslam bankalarımı bu işni qo'ldan berib qo'yishni xohlamay, shariatga uyg'un kredit kartlarini taqdimiz deb qo'ygan. Ma'lumki, kredit kartasi o'simlik qarz kartasi bo'lib, u jazonidan xoli bo'lgandila, ondan shariatga uyg'un bo'ladi. Bundaqda ular bu maqsadni vujudga chiqara oladimi? Atalmış İslam bankalarının bu vaqtdagi tajribalari qaraydigan bo'lsak, ular bu vaqtda o'ttirib qo'ygan to'xtamlari bir-biridan farqli. Mesela Arap koltuğu devletleri, mesela Şamil Bankası, Bahreyn'deki Şamil Bankası, kredit kartısının ösümsüz qarz berish meselesini təvərrüq toxtamı boyunca qılışını tanlagan. Malaysiya qatarlıq Şərqi Asiya Cənubidagi devletler bolsa, yeni soğutusu toxtamı boyunca qılışını tanlagan. Yana EBC İslam Bankası kredit kartısı taqışıq başladı. Saudi Rajihi Bankası özü şəriətə uyğun deb qaragan Visa karta ve Mastercardlarını taqatqan boldu. Bu tariqadagi islomchi kredit karta o'sim masalasini hal qilib, o'simsiz kart bilan ta'minlash emas, dal o'simga tayangan tavarruq savdosi to'xtamini qilish usuli orqali jazonini taqmalo qilish bilan halol kredit karta sungan bo'ldi. Natijada atalmış islom bankalari tarqatgan kredit kartlarda o'simsiz qarz masalasi hal qilinmagan. Undaqda tavarruq savdosi to'xtami bo'yicha kredit kartasidagi qarzning o'simi qanday bo'ladi? Misol qilsak, bir xaridor oyda $5000 qarzga muhtoj. Banka o kişiye bir aylık $5000 berip turuş kapalat kılıdı. Yani pulstar işlerken dükkanlarga palani kişi bu kart arkalı senden tavar seti ölüp ayda $5000 harcasa, onun pulunu men töleyebimen dep kepil buladı. Bu iş bu yer kadar normal kapalatlık görünüdü. Keyinço, kartigisi pul eliş maşinesinden bu $5000'ını alalmaydı. Onun fakat 10%'ini alalaydı. Bunu mu meylidep durayla? Çünkü banka 10%'ni naqd qarz berib turman, qolgan 90%'ni kart surkash orqali savdo qilsang, pulstar egalariga 39 kundan keyin berish kepil bo'laman deydi. Siz bu $5000'ni 30 kundan keyin qaytarsangiz, u bu pulni yana 9 kun ishlatib olib, ondan pulstar eksik to'laydi degan gap. Bu mu bergan qarzdan o'sim olishga yetadigan ish. Ammo bu yerga asosiy masala tavarruq to'xtami va o'simdir. Undaqda bu kartlardagi to'xtamlarda tavarruq savdosi qanday bo'ladi? Bu iki xil usul elib berildi. Yoki bundaq dey. Mening hozircha bilganim tövənlik iki xil usul. Biri, bank sizga $5000 qarz berishni tavarruq savdosi bog'laydi. Tepma halol qilish dal mush yerdan keladi. Odatdagi kredit kartasida sizga $5000'ni bir oy qarz berib tursa, qaytarishda kechikib qolsangiz, uni kelar oyda $6000 qilib qaytaratdingiz. İslam bankalari bu $1000 o'simni savdo qildik degan namasida sizdan mushundaq usulni oladi. Kredit kartası to'xtami, tavarruq to'xtamini, shundoqla vakolat to'xtamini o'z ichiga oladi. Siz karta bijirganda necha betlik o'xshash xatda yozilgan to'xtamni o'qimayli imzo qo'yasiz. Ularmi sizning uni o'qishingizni xohlamaydi albatta. Ya'ni siz kart surkab $5000 xarjlaganingizda uni 30-soat qaytara olmasangiz, tavarruq savdosi to'xtami bo'yicha siz imzolagan vakolat aktivlashadi. Siz setib olgan tovarni o'zingiz uchun emas, siz bankaga vakil tutingiz bilan setib olgan bo'lasiz. Onun pulunu sizni vakil qilgan banka, ya'ni tovarga ega bo'lg'uchi banka pulstar eksik to'laydi. Ondan yana siz imzolagan boshqa bir vakolat orqali siz banka uchun setib olgan u tovarni bankadan o'zingiz nesi setib olgan bo'lasiz. Bu tavarruq savdosi degan gap. Ya'ni bir oy o'tsa $5000'ni qaytara olmasangiz, siz qilgan oxirgi savdoning nesi puli bo'lgan $6000'ni Islom bankasiga qaytarasiz. Buning bilan bu ish ularning nazarida halol savdo bo'lgan bo'ladi. Albuki bu jarayonning odatdagi banka jazosidan farqi yo'q. Banka jazosidan farqi yo'q. 2816.
Buni balki mundaq deb olgan gap deb qo'yishingiz mumkin. Shunga sizni bu yerda Turkiya Qatlam banklari idora heyeti a'zosi va Kuvayt Turk Qatlam bankasining mudiri Ufuk Uyan afandining 2017-yildagi Qatlam banklari ul asoslari va amaliy tatbiqlanishi, Qatlam banklari çalışma ilkelari va uygulamalari, sarlavhalik suhbatidagi Turkiyadagi Qatlam banklarining kredit kartalari ishidagi tutgan yo'lini o'zining tushuntirishiga havola qilaman. U mundaq deydi. Qatlam bankchiligida kredit tatbiqlanishi mundaq tariqada bo'ladi. Biz kartani ishlatib tovar sotib olmoqchi bo'lgan kishiga bir vakolat beramiz. U vakolatda kart ishlatuvchini sen bu kart orqali bizning vakilimiz suting bilan do'konlardan tovar sotib olsang bo'ladi deb vakil qilamiz. U pulslarga kart surkab tovar sotib olganda bizga uchur keladi. Biz tasdiqlaymiz. Ondan u kishiga u sotib olgan tovarni burun bergan vakolat bo'yicha qayta nesiy sotgan bo'lamiz. Karta qarzni bizga to'lashda bir qismini to'lab turish yo'q. Chuqur ma'mini bir aql to'lash lozim. Bizning kartalarimizning eng chong aloyiligi shuki, kartalarimiz bizning prinsiplarimizga zid keladigan, masalan, aroq, tamaka va qimor deganga o'xshagan sohada ishlamaydi. Qarallik tovar yoki mulozimat qilinmaydigan yerlardami ishlamaydi. Bu yerda odatdagi kredit kartasi bilan Qatlam bankasi kredit kartasi o'rtasida bir farq bor desak, yuqoridagi suhbatda kelganidek Qatlam bankasi kredit kartasi aroq, tamaka, qimor deganga o'xshagan aram sohada ishlamaydi. Lekin o'simni chiroyli qismlar bilan atab tapmalo qilib beradi. Kredit kartasidagi tavarruq savdosining yana bir xil usuli bo'lsa, bunimi shu sohaning tunilgan mutaxassisi doktor Munzir Qohifning tushuntirishini anglaylik. Ba'zi davlatlarda islomga uyg'un deb sifatlangan ba'zi kredit kartalari bozorga solingan bo'lib, bu kartalar tavarruq to'xtamiga tayinadi. Buningda kart egasi kartini tarqatgan bankini xalqaro bozordan ma'lum tovarni sotib olishga va uni kart egasiga nesiy sotishga vakil qiladi. Bu savdo albatta kartada xarjlash uchun belgilanmoqchi bo'lgan so'mma miqdoriga udullanadi. Masalan, kart egasi bir oyda 10 ming dollarni xarjlaydigan kredit kartasi bo'lsa, savdoni shuningga loyiq olib borgan bo'ladi. Ondan kart egasi xarjlab turgan bu 10 ming dollarni banka uningdan to'ltib olish uchun u tovarni kart egasiga vakolatdan sotgan bo'ladi. Natijada kart egasi xarjlab turgan bu 10 ming dollar qarz pulini qaytarishga qaror belgilanadi. U so'mma miqdori albatta tavarruq savdosi sababli oshgan bo'ladi. Bundaq qilib aytganda, banka kart egasiga qarz berib turib, o'sim oldi. Lekin buni tavarruq savdosi olib bordik deb tapmalov qilgan bo'ldi. Bu yilning haramligiga shak yo'q. Chunki bu qarzni orqaga so'zib o'sim qo'ndirishdan iborat. Uningdagi shakli jihatdan qilingan tapmallik aniq. Bu banklar jazoni tapmalo qilishda qo'llangan bu xil tavarruq oddiy tavarruq bo'lmasdan puchyo'langan tavarruq bo'lib, iyni savdosiga yaqin. Shunga olimlar va fiqh komitetlar harom deb kesib etgan. Uning hukmini biz bu maqolning 5ida bayon qilib bo'ldik. Endi Malayziya qatorliq Sharqiy Osiyo janubidagi davlatlarda atalmış bank islom banklarining kredit kartasi jazosini iyni savdosi to'xtam bo'yicha qanday hal qilganligiga qarab qayli. U davlatlardagi atalmış islom banklari islomcha kredit kartasi sunishda asosga iyni savdosiga tayangan va kartlarni shariatga uyg'un deb tapmalo qilgan. Masalan, M-Bank va Banka İslami, BIC qatorliq banklar 2001-2002 yillar tarqatgan banklar iyni savdosi asosida bo'lgan. Albatta bu jazonlik ishqa xayr-saxovat tushunib berishni nazardan saqit qilmagan. Ve asaslı qarz to'lanib bo'lgandan keyinki har bir muomala summasining 101% xayr ihson programmasiga berilgan bo'lgan. Undaqda bu ishda iyni savdosi to'xtami qanday bo'ladi? Iyni savdosi to'xtami ikki to'xtamni o'z ichiga oladi. Birinchi, to'xtamda banka ma'lum narsani kelishgan bahoda kart egasiga sotishga ma'qul keladi. Yana bir to'xtamda kart egasi burun bankadan sotib olgan narsani to'varak bahoda bankining o'ziga sotishni o'z ichiga oladi. Bu ikki to'xtamning qaysi biri ilgari, qaysi biri keyin qilinsa, natija baribir o'xshash. Masalan, banka 1 tonna palma yog'ini 6 ming dollarga 6 oy ichida qarorlik to'laydiganga nesiy sotgan bo'ladi. Kart egasi buni shu so'rinning o'zida bankaga 5 ming dollarga naqd sotgan bo'ladi. Albatta, banka bu savdodan foydalanish uchun nesiy savdo naqd savdodan yuqori bahada bo'lishi kerak. Amaliyotda bu bankalarda savdo bukti bo'lgan palma yog'i yoki boshqa tovar mavjud emas. Bu faqat quruq qog'oz ustidagi savdo xolos. Haqiqiy tovar bo'lgan taqdirdami 1 tonna palma yog'i 1000 savdoning obyekti qilinib ishlatiladi. Malayziya va shu atrofdagi islom banklari iyni savdosidan nurg'un foyda olgan bo'lg'achqa, kredit kart orqali mablag' bilan ta'minlash ishlaridimi asosan iyni savdosiga tayinadi. Buning bilan odatdagi jazoni banklardan farq qilmaydi.
Farqı deyilse biz yuqorida bayon qilganimizdek, bu kartlarni aroq va shunga o'xshash harom sohada ishlatilmaydi. Demak, islom banklari qilgan to'xtamlarning shariatga uyg'un bo'lishiga qaraganda, kartalarining ko'rinishda harom sohada ishlatilmasligiga diqqat qiladi. Әмиятта bu banklarning kredit kartalarida yanada jazoni bo'ladi. Ammo bu jazoni qarz pulni aroq, qimor yoki boshqa harom yerga xarjlashga bo'lmaydi. Bu xuddi otdan tushimi o'zangidan tushmabdi degandek bir şey emasmi? Atalmış islom banklari tarqatgan yana bir xil kredit kartasi. Atalmış islom banklari yana bir xil kredit kartasi tarqatgan bo'lib, uning karta egasi $1000 amonat qo'ydi. Ondan har oyda bank egasiga $1000 qarz berib turadi. Amonat qo'yilgan mablag' bankada kafolat pul sifatida turadigan bo'lg'achqa, banka bu pulni sherikchilik tijoratiga ishlataman, buningdan foydalanib ayirib beraman deydi. Undaq demayli ishlataverishi mumkin. Chunki odatda bu sherikchilik ishini ba'zi kart egalari bilmay qoladi. Bu ahvolda shar'iy o'lchamlarda kelgani bo'yicha banka olgan kafolat pulini kart egasi ishlatilmaydigan bo'lsa, u pulni kart egasi bilan sherikchilik asosida tijorat mablag' soldiganligini, foydani ikki taraf kelishgan % bo'yicha aniq eskartib qo'yish kerak. Shundoq aniq eskartib to'xtam qilgan taqdirdami, banka u mablag'ni haqiqiy halol tijoratga sanmay, jazonli tijoratga ishlatib olib, kart egasiga o'sim ayirib beradi va buning ustiga yana u qarzning ashqalli sifatida kart egasiga qarz berib turgandek ko'rinadi. Amaliyotda o'zining pulini o'zi qarz oladi. Yana Angliyadagi ba'zi davlatlardagi islom banklari kafolat asosiy kredit kartalarini tarqatgan. Buningda karta egasi belgilangan muddat ichida $5000 ni qarz olib qajaydi. Banka pulstar egasiga bu pulni berish kepil bo'ladi. Vaqtida qaytarsa o'sim olmaydi. Kechiksa o'sim olmay kartani qo'llanishni to'xtatish va sotqa berish degandek boshqa chora qo'llanishi mumkin. Lekin bu ishtimi banka karta bejirish haqqi, yillik rasmiyat yangilash haqqi, qatorliq mulozimat haqlarini amaliy sungan xizmat chiqimidan oshirib olib, qarzga va kepil bo'lishga qolgan bo'ladi. Natijada yanada jazodan qutulmaydi. Angliyada yana biz yuqorida tilga olib o'tgan bank islom qatorliq banklardagi yeni savdosining o'rniga tavarruq savdosini qo'yish orqali qarz bilan ta'minlaydigan atalmış islom banklari bor. Atalmış islom banklari kredit kartalarining yana boshqa turlari bo'lishi, turli davlatlarda turli banklar o'xshamagan usulda kart tarqishi mumkin. Shunga har birining shariat o'lchamiga uyg'un kelish kelmasligini ayirib muomala qilish lozim. Yuqorida bayon qilingan atalmış islom banklari tarqatgan kredit kartalarining hammasi shariatga xilof bo'lib, buni Islom fiqh komiteti aniq cheklagan. Islom fiqh komiteti bu to'g'rida bunday qaror olgan. Birinchi, qarz berib turadigan kartlarni tarqatish va uni ishlatish o'sim shart qilingan taqdirda kart egasi belgilangan vaqtda to'latishga badal bo'lgan bo'lsa-mu, joiz bo'lmaydi. Ikkinchi, qarz berib turadigan kartlarni tarqatish asli qarz bo'lgan o'sim qo'ndirish shart qilingan taqdirda joiz bo'ladi. Buningdan tövendikidek shaxsiy ahkamlar kelib chiqadi. Birinchisi, bu turlik o'sim shart qilingan kartlarni tarqatgan banka kartni bejirish va yangilash qatorliq ishlar uchun sungan xizmatlarning ish haqqi o'rnida kart egasidan aniq miqdorda mablag' sommasini nisbatiga bog'lamay mulozimat haqqi olsa bo'ladi. Ikkinchisi, kart tarqatquchi banka pul tutar egasi bo'lgan do'konlardan kart egasi qilgan savdolar qarta ish haqqi olsa bo'ladi. Buning uchun do'kondor kart egasiga boshqa naq oladigan xaridorga sotgan bahoning o'zida setishi, karta bilan sotganda yuqori baho sotmasligi shart. Uchinchisi, kart egasining karta bilan naq pul olishi bankadan qarz olganlik. Buningga qarta o'sim bekitilmasa, shar'iy jihatdan biror cheklimi yo'q. Bu xizmat uchun qarzning miqdori yoki muddatiga bog'lanmagan, miqdori aniq bekitilgan, mablag' sommasini nisbatiga bog'lamay mulozimat haqqi o'sim doirasiga kirmaydi. Amaliy sungan xizmat chiqimidan oshgan mulozimat haqqining har qanday haromdir. Chunki u shariatda harom qilingan jazoning bir turi. Islom fiqh komitetining burunqi bir qarorimi buni aniq bayon qilgan. To'rtinchisi, bu turli kredit kartalari bilan oltin, kumush va qarz pullarini sotilish bo'lmaydi. Yuqori qarorda bu xizmat uchun qarzning miqdori yoki muddatiga bog'lanmagan, miqdori aniq bekitilgan, mablag' sommasini nisbatiga bog'lamay mulozimat haqqi o'simi doirasiga kirmaydi. Amaliy sungan xizmat chiqimidan oshgan mulozimat haqqini har qanday haromdir deyilgan bo'lib, buning izohi mundaq. Kredit kartasi orqali olgan pul bankining kart egasiga bergan qarz pul bo'lg'achqa, bu qarzga o'sim olsa jazoni bo'ladi. Lekin banka o'sim olmasdan pul qarz berish ishlarini bejirib mulozimat sunish uchun qilgan chiqimlari qanchalik bo'lsa shuni olsa bo'ladi. Masalan, pul olish mashinasi chiqimi, telefon va uchur aloqa chiqimi qatorliqlar
aşına kirdi. Banka bu chiqimni to'g'ri hisoblab, bu chiqimlarni kart egalaridan olsa bo'ladi. Masalan, har bir qatim pul olish mashinasidan pul olganda 5 dollar mulozimat qilsa bo'ladi. Undan ortiq qolsa jazoni bo'ladi. Yana mablag' summasi miqdori bo'yicha nisbatlashtirib olsa-mu jazoni bo'ladi. Masalan, bir qatimda 100 dollar olsa 2%, ya'ni 2 dollar haq oldi. Ya'ni bir qatimda 1000 dollar olsa, o qatim pul olishga 20 dollar oldi. Bu mu jazoni bo'ladi. Buning uchun har qatimki pul olishning chiqimi o'xshash bo'lishi va haqiqiy mulozimat chiqimidan oshirilmagan bo'lishi kerak. Lekin hozirgi amaliy ahvolda biz yuqorida deb o'tganimizdek, banklar bu shartga rioya qilmaydi. Ba'zilari mablag' summasini ustida qoladi, yana ba'zilari har qatimga o'xshash haq olsa-mu, yanala amaliy chiqimdan oshirib oladi. Atalmış İslam bankalarining kredit karta shirkatlari bilan bo'lgan munosabati. Visa, American Express, Mastercard va Diners Club qatorliq kredit shirkatlari shu ismlardagi tijoriy markalarning egalari bo'lib, u shirkatlar dunyodagi karta tarqatadigan banklar bilan qilgan to'xtam bo'yicha hamma tarafni to'g'ri bog'lab turib, karta ma'lumotining to'g'ri xatoligi, kart orqali pul olsa yoki tovar sotib olsa bo'ladigan bo'lmaydiganligi, banklar aro hisobotni to'g'irlash qatorliq mulozimatlarni sunadi. U shirkatlarning bergan ijozatnomasiga binoan banklar u shirkatlarga a'zo sifatida kredit kartasi tarqata oladi va kart egalarining qarzini pulstar egalariga to'lab qo'ya oladi. Banklar u shirkatlarga a'zolik bedel puldan boshqa oylik yoki yillik mulozimat haqi to'laydi. Albatta, atalmış İslam bankalari o shirkatlarga a'zo bo'lib, kredit karta tarqatishda o'sim sharti yoki shariatga xilof bo'lgan boshqa shartlar qo'yilmasligi, haqiqiy mulozimat yoki a'zolik bedel puldan boshqa inovat uchun mulozimat haqqini oshirilmasligi, shundaqla aroq, qimor qatorliq harom ishlarda ishlatilmaslik shart qilinishi kerak. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ikkinchi shart, ya'ni kartini harom ishlarda ishlatmaslik shartiga islom bankalari rioya qilsa-mu, kredit kart shirkatlari bilan bo'lgan muomalasida jazoni yoki shariatga xilof to'xtamlardan bosh tortilmasligi mumkin. U shirkatlar odatda mulozimat va rasmiyat haqlaridan millionlab kirim qiladi. U kirimlarning bir qismi u shirkatlar sungan xizmat mulozimat haqqi bo'lsa-mu, lekin kredit kartalarining o'zi o'simli qarz berish, qarallik setish, kechikish jarimonasi qatorliq jazolarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, u shirkatlarning o'simli qarz ishlarini qulaylashtirish jihatdan qilayotgan xizmatlarimi harom doiraga kiradi. Natijada uningga haq elishmi harom bo'ladi. Jazoni o'z ichiga olmasa harom bo'lmaydi. Qarzni vaqtida to'lab, o'sim to'lab qolmayman desa, kredit karta bejarisi bo'lamdi? Kredit karta to'xtami jazoni shartini o'z ichiga olganligi va jazoni kirib qilish ehtimolligining yuqori bo'lishi jihatdan shariatga harom qilingan noto'g'ri to'xtam bo'lg'achqa, u to'xtamni boshliq qilmasligi, bundan burun qilgan bo'lsa tavba qilib noto'g'rilikni tuzish uchun uni amaldan qoldirib o'tishi vojib. Lekin hozir ba'zi davlatlarda hamma narsani kredit kartaga bog'lab qo'ydigan bo'lib, kredit kartasi bo'lmasa, ya bilet sotib olg'ili, ya mashina kiralig'ili, ya yotoq olg'ili, ya to'rdan tovar sotib olg'ili va ya bosh to'lash qatorliq turlik munosabatlardan bahramlangili bo'lmaydi. Bu sababdan karta bijirmagan taqdirda nurg'un qiyinchiliklarga duch keladi. Agar bu ahvolda shariatga uyg'un kart topilmagan yoki bank hisob kartasini ishlatilmagan bo'lsa, bu turli kartlarni qarzni kechiktirmay to'lash niyatida amalsiz, rozi bo'lmasdan bijirsa, kechiktirib qo'yish ehtimoli tuvan bo'lsa, zururiyat jihatdan joiz bo'ladi. Chunki bu ahvolda o'sim to'lishi keskin emas, hamda zururiyat darsiga yiqilib qolgan qiyinchilik bor. Vallohu alam. Demak, buni intayin tor doirada bekli majburlanib qolganda ishlatishga bo'ladi. U ehtiyojlar boshqa usulda qamdilgan bo'lsa, kredit kartasi bejirish to'g'ri bo'lmaydi. Hozir biz gaz, elektr, suv, telefon, ommaviy qatnash vositalari va pochta shirkatlari qatorliq o'rinlar bilan qiladigan to'xtamlarmi mush doiraga kiradi. Bu to'xtamlarda kechikishga qarata o'sim sharti bo'ladi. Lekin odatda bu to'xtamlarning moddalariga abonchilar xohlagancha tuzish kirgizilmaydi. Ya uni aynan qabul qilib imzolashi, ya uni rad qilish kerak. U to'xtamlarni rad qilsa, u jamiyatda normal yashamaydi. Shuningdek, bu turli to'xtamlar kechikish jazosi, bahoni xohlagancha o'stirilish, qatorliq harom shartlarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, abonechiga gunoh bo'lmaydi. Muhimi harom shartga ko'ngilda rozi bo'lmaslik va pulni kechiktirmay to'ltishga niyat qilish. Bu ahvolda u to'xtamlarning gunohi aşı to'xtamlarni keng ommaga tangan, keng xalq ommasiga zarur bo'lgan narsalarning biror shirkat tomonidan monopol qilinishiga yo'l qo'ygan mas'ullarga bo'ladi. İslam Fiqh Komiteti bu turlik majburiy to'xtamlar to'g'risida mundaq qaror olgan. Majburiy elib berilgan bu turlik to'xtamlarda
baho va shartlarni bir taraf o'ngchi bekitadigan, umum ommaga ziyon yetadigan darajada salohiyatni ishlatib oladigan bo'lg'achqa, adolat taqozosi bo'yicha to'g'risini qilib, majburlangan tarafga zulm silinib qoldigan, noto'g'risini amaldan qoldirish yoki tuzitish uchun bu turli majburiy to'xtamlarning jimisi boshdanla muomala boshlanishdan burunla davlatning nazorati ostida bo'lishi shariatda vojibdir. Natijada bu turli majburiy to'xtamlar noto'g'ri to'xtam doirasiga kirsimi, to'xtamlashishning ixtiyorligi bo'lmaganlikdan uningga gunoh bo'lmaydi. Buning bilan kredit kartasiga aloqador ahkamlar oxirlashdi. Tövəndə pul tutarga aloqador ahkamlarni bayon qilamiz. Pul tutar, post apparati qo'ygan tijoratchilar to'laydigan haqning hukmi. Bank hisob kartasi va turli kredit kartalarini pul tutarga surkashishi, kart egisi bilan pul tutar egisini aloqador qilgandek, kart tarqatgan bankini, shundaqla pul tutar egisining bankasini, agar kart tarqatgan bankidan boshqa banka bilan muomala qilgan bo'lsa va kartaga kafolat qiladigan Visa va Mastercard qatorliq dunyoviy shirkatlarni aloqador qiladi. Dünya va turli o'rinlarda pul tutar qo'yishning hukmini bayon qilishdan burun bu 5 tarafning o'rtasidagi to'xtamlarga va to'xtam shartlarining to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishiga, shundaqla jazonidan xoli bo'lishiga qarab chiqish kerak. Oldindan kart tarqatilish va pul tutarga surkashni iborat jarayon qarab chiqaylik. Kart tarqatquchi banka, Visa va Mastercard qatorliq dunyoviy shirkatlarga a'zo bo'lib, tijoriy o'rinlardagi pul tutarda qabul qilinadigan kart tarqatish va u kartlar xarjlagan pullarni to'lashga kafolat qilish uchun to'xtamlashidir. Kartini tarqatganida karta bijirgichi bilan to'xtamlashib, u kartada xarjlagan pullarni to'lashga kafolat qilib to'xtamlashidir. Pul tutar qo'ygan tijoratchi kart tarqatgan bank bilan to'xtamlashidir. Bu to'xtam pul tutar egisi kartaga talab qilgan tovar va munosabatlarni uning sunishini, shundaqla uning pulni kart tarqatgan bankka to'lash kafolat qilishni o'z ichiga oladi. Agar pul tutar egisi kart tarqatgan bankadan boshqa bir bank bilan muomala qilgan bo'lsa, pul tutar egisining bankasi kartada xarjlangan pullarni pul tutar egisiga berishga kafolat qiladi. Ondan u pullarni kart tarqatgan bankadan olib oladi. Bu munosabat uchun haq oladi. Albatta u bankimi bu munosabatni Visa va Mastercard qatorliq shirkatlar bilan to'xtamlashgandan keyin sunalaydi. Yuqorqi to'xtamlarga asosan kart egisi biror do'kon yoki mehmonxonalar o'rnlarda biror narsa sotib olmoqchi bo'lsa yoki biror munosabatdan bahramlanmoqchi bo'lganda uning pulini to'lash uchun kartini sunadi. Kartini sunish men to'lamoqchi bo'lgan pulni mushu kartini tarqatgan bank to'laydi, haqqini ashu bankadan olasan deganlik bo'ladi. Demak, kartı tarqatgan banka u pulni pul tutar egisiga to'lashga kepil bo'ladi. To'lagandan keyin kart egisiga shu pulni bergan bo'ladi. Surkigini bank hisob kartasi bo'lsa, banka u kishining pulini pul tutar egisiga to'lab qo'ygan bo'ladi. Kredit kartasi bo'lsa, bank kart egisiga qarz berib turgan va uning qarzini to'lab qo'ygan bo'ladi. Pul tutar egisi u kartini pul tutarga surkiganda, kartı tarqatgan bankaga uchur boradi va biror sekundda ya ma'qul deydi, ya rad qiladi. Ma'qul kelgan ahvolda kart egisi talonga imzo qiladi va tovarni yoki munosabatni topshirib oladi. Talonning aslisini pul tutar egisi saqlab qolib, bir nusxasini kart egisiga beradi. Buning bilan karta tarqatgan banka kart egisining qarzini qaytarishga kepil bo'lgan bo'ladi. Kart egisining do'kon bilan bo'lgan munosabati oxirlashadi. Do'kon egisi keyincha pulini bankadan talab qiladi. Kart egisidan talab qilinmaydi. Kredit kart egisi qarzini bankaga belgilangan muddat ichida to'lab etmasa, kechish jarimasini ana puli qo'shib to'laydi. Agar qarznimi, jarimasini, o'simnimi to'lmay turgan taqdirda kartasi amaldan qoldirilib, pulini qonuniy yo'l orqali olib oladi. Ondan eng siz bo'lsa 1-3 sutkagacha yoki ikki taraf kelishgan masalan 39 yoki 60 kun muddat ichida pulni kart tarqatgan bank pul tutar egisiga to'laydi. Albatta, o'zining mulozimat haqqini tutib olib bo'lib to'laydi. Qarinlik sodada kart surkashda ikki xil usul bor. Biri pul tutar egisiga jimi mablag'ni biraqul to'lab o'tish yoki qaralga bo'lib to'lash. Masalan, $1000 uchun pul tutaringizga kart surkilganda har oyda $2 4 qarallik bo'lsa, birinchi tanlashda har oyda mulozimat haqqini tutib olib 240 liradan 4 oy $960 pul berish. İkincisi bu pulni biraqlab olay desangiz, kart surkilgan kunning ertasi $920 berdi. Demak, 4 oy saqlab o'tirmaslik uchun $40 o'sim to'laysiz. Pul tutar egisi pulni kart tarqatquchi bankadan olganda, agar ertasiga olgan taqdirda ikki taraf qilishgan to'xtam bo'yicha banka 1% dan 7% atrofida, ko'pincha 2-3% mulozimat haqqi tutib qilishi yoki mablag' summasini nisbat bo'yicha emas,
her qatimliq surkashga munchiq pul deb mulozimat haqqi tutib qilishi yoki mulozimat haqqi olmay 39 kundan keyin topshirishi mumkin. Bu ishlar har qaysi davlatlardagi banklarning turiga qarab farqli bo'ldi. Biz yuqorida bankining karta egasidan mulozimat haqqi olish hukmini bayon qilgan edik. Bu yerda pul tutar egasidan mulozimat haqqi olishning hukmini to'xtalamiz. Buning alohida hukmlar kart tarqatgan banki bilan kart egasi va pul tutar egalarining o'rtasidagi munosabatga belib taqiladi. Bu munosabat kafolatlik qilish munosabati bo'lib, kart tarqatgan banka kart egasi qaytadigan pulni pul tutar egasiga to'lash kafolat qilgan. Birinchi hukm bu xil kafolatning o'zi to'xtam jihatdan to'g'ri bo'ladi. Imom Saraxsi mundaq deydi: Agar uningga 1000 tangaga qadar bir narsa satsang, 1000 tangaga qadar satgan pulni men beraman desa, ondan u kishi hali kishiga 500 tangaga bir narsa setib, orqadan 500 tangaga bug'doy satgan bo'lsa, kepil bo'lg'ichi har ikki so'zining pulini berish kerak. Demak, kart tarqatgan banka kepildir. Ikkinchi hukm: kepil pul to'lash jarayonida telefon, xizmatchilar maoshi va boshqa chiqimlarni hisobga olmaganda kepil bo'lganlik uchun aqasi bo'lamdi. Qaraydigan bo'lsak, bankining pul tutar egasini tutib qolgan pul tövəndiki ikki turlik ishning yo'l puli. Biri mulozimat chiqimi. Banka xizmatlarini sunishda nurg'un chiqim tortadi va bu chiqimlar mulozimat haqqi bo'lganlikdan to'lansa bo'ladi. Lekin jiq mablag' uchun sunilgan mulozimat, oz mablag' uchun sunilgan mulozimatning o'zi bo'lg'achqa, har bir qatimliq kart surkashga ma'lum miqdor mulozimat haqqi bekitilishi, mablag' so'mmasi bo'yicha bekitilmasligi kerak. Yana bu mulozimat haqqlari elish bank karta egasiga kepil bo'lish shartini o'z ichiga olsa, bu mulozimat haqqimi harom bo'ladi. Chunki bu mulozimat haqqi elish bahonasida kepillik haqqi olishdan iborat bo'lib qoladi. Natijada bu qarzning o'simi bo'ladi. Yana biri banka pul tutar egasiga pulni to'lab qo'yganlik uchun oladigan haq. Bu joiz bo'lmaydi. Chunki bu qarzga kepil bo'lganlik uchun oladigan haq bo'lib, bu haqni elish barliq olimlarning nazarida harom. Kredit kartalarining turlari o'xshamasimi, lekin u kartani surkiganda pul tutar egasidan tutib qoladigan mulozimat haqqi kredit kartalarining jon tomiri hisoblanadi. Shar'iy jihatdan kredit kartalarining to'g'ri bo'lmasligining asosiy sabablaridan biri deb qoladi. Bu xil haq olish umuman qilib aytganda, kafolat haqqi mulozimat haqqi bilan alashgan bo'lg'achqa, kart tarqatuvchining bankining pul tutar egasini haq olishining hukmida olimlarning qarshi ikki xil bo'ladi. Biri, pul tutar egasidan haq olish joiz. Chunki bu bidikchilik haqqi yoki vakolat haqqi yoki mulozimat haqqi yoki havola haqqidan iborat. Shar'iy o'lchamlarda mushu qarash yaqinlangan. Yana biri Islom fiqh komiteti bu to'g'rida mundaq qaror olgan. Kart tarqatuvchi banka pul tutar egasi bo'lgan do'konlardan kart egasi qilgan savdolarga qarata ish qilsa bo'ladi. Buning uchun do'kondor kart egasiga boshqa narx oladigan xaridorlarga sotgan bahoning o'zini setishi, karti bilan sotganda yuqori bahoda sotmasligi shart. Amaliy sunilgan xizmat chiqimidan oshgan mulozimat haqqining har qanday haromdir. Chunki u shariatda harom qilingan jazoning bir turi. Islom fiqh komitetining burunqi bir qarorimi buni aniq bayon qilgan. Bu yerda banka pul tutar egasidan oladigan mulozimat haqqini mayli joiz deyli yoki shartli joiz deyli bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu, amaliy ahvolda bu ish vakolat doirasiga emas, kafolat doirasiga kirish to'g'riroq. Yana bir nuqta, elingan mulozimat haqqi amaliyotda haqiqiy xizmat chiqimidan xilali yuqori. Bu haqda doktor Abdusattar Abu G'udda mundaq deydi: Ma'lumki, shariatda biror narsaga vakolatan qarzni so'ylab olib qo'yishga yoki qarzni olib yetkazib berishga haqqi bo'ladi. Birinchi qarashdagilar bankining pul tutar egasidan 1% dan 5% oraliqda haq olishimi mushtarak kirdi deb qaraydi. Bu yerda shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, birisining qarzini so'ylab elib qo'yib qarzni bo'yicha haq olish vakolat doirasiga kiradi. Lekin qarzni texnik qo'lga ola olmagan vakil u pulni pul tutar egasiga yenidan to'lab qo'ymaydi. Yenidan to'lasa bu kafolat doirasiga kiradi. Kafolat bilan vakolat farqli to'xtamlardir. Chunki vakolat omonat doirasiga kirsa, kafolat kepillik doirasiga kiradi. Vakil qo'liga pul tushsa, uni egasiga yetkazib beradi. Tushmasa yenidan pul to'lamaydi. Ammo kredit kart ishida banka bir ishni ustiga oladi. U bo'lsa-mu, qarzni yenidan to'lab o'tib, ondan keyin uni kart egasidan to'ltib oladi. Shar'iy jihatdan elib aytganda, qarz pulni qo'liga topshirib olishdan burun uni yenidan to'lab o'tib, bu ishi uchun topan haqqi yoki persent bo'yicha mulozimat haqqi olish jazoni ishini vakolat ishi bilan yo'gashdan iborat bo'ladi. Gerçi qarz vaqti bilan uni to'lab o'tish muddati orliq jihatdan bunday yomon niyat tepilmaydigandek ko'rinsa-mu, ammo amaliy tatbiqlashda bu niyat
bu niyat ko'zga cheliqadi. Chunki qarzni to'lab qo'ygan banka vakolat uchun yuqori oladi. Yuqori qilishda savdo qarorlik bo'lgan taqdirdami, pulini pulslar egalariga naqd to'lashni nazardan saqit qilmaydi. Vakolat haqqini bu tariqada yuqori elish aslida yoshirin jazoni qarz berib turishni yo'gab turadi. Shunga do'kon va mulozimat o'rinlarida pulslar ishlatishmi zarur topilganda bo'lish kerak. Undaqda kart tarqatuvchi bankining pulslar egisidan haq olishi qaysi tariqada bo'lishi kerak? Pulslar qo'yishga majbur bo'lgan kishi pulslar qo'ygandan keyin bank bilan to'xtamlashganda pulning qo'lga kirish vaqti jihatdan ikki usulning birini tanlash kerak. Biri 1 sotkadan 3 sotkaga qo'lga kirishi, yana biri 39 kun yoki 60 kundan keyin qo'lga kirishi. Üçüncü hüküm, mecbur bo'lgan kishi pulslar qo'yganda pulning qo'lga 1 sotkadan 3 sotkaga kirishini tanlash kerak. 39 kun yoki 60 kundan keyin qo'lga kirishini tanlashi to'g'ri bo'lmaydi. To'rtinchi hukm, pulslar qo'yishga majbur bo'lgan kishi banka mulozimat haqqining qanchalik bo'lishi jihatdan har qatimga kart surkashga qarata haq bekishini tanlash kerak. Her qatımqı mablag' sommasi nisbati bo'yicha haq bekitishni ba'zi olimlar to'g'ri bo'lmaydi deb qaraydi. Chunki har qatımqı kart surkashga qarata qiladigan mulozimat mablag' sommasi az bo'lsin yoki jiq bo'lsin tang-tang. Agar har qatımqı qarab mulozimat haq qolsa, uni mulozimat qarta olgan bo'ladi. Mablag' sommasi qarta olsa, bu qarz berib turgan uchun olgan foyda bo'lib qoladi. Lekin ba'zi davlatlarda buni pulslar egisi tanlay olamdi yo'q, tanlay olmaydigan bo'lsa majburlangan bo'ladi. 5-ci hüküm, pulslar egisi kart tarqatgan banki bilan emas, boshqa banki bilan muomala qilgan ahvolda, masalan, ziraat qatlim bilan muomala qilayotgan pulslar egisi Kuvaytir qatlim yoki boshqa davlatga bir bank tarqatgan kartini surkab mal sotganda, pulslar egisi ta'limni o'zi muomala qilgan bankiga yoki boshqa davlatga bir bank kartasi bo'lsa, Visa kart shirkatiga sunadi. Ziraat qatlim uning pulini 3 kun ichida beradi. Bu ahvolda ikki banka pulslar egisini tutib qolgan mulozimat haqqini o'zaro bo'lishib oladi. Bu mulozimat haqqining hukmi qanday bo'ladi? Ko'pchilik olimlar pulslar egisining bankisi mulozimat haqqi olsa joiz deb qaraydi. Chunki bu pulslar egisining pulini yig'ib berishga qarata mulozimat haqqi olishdan iborat. Buning vakolatdan ish bajarish ekanligining bir isboti shuki, agar kart tarqatgan banka pulni pulslar egisining bankasiga berishni rad qilgan taqdirda yoki kart tarqatgan banka taqilib ketgan taqdirda qarz pulslar egisining kafolat dastiga kirmaydi. Agar pulslar egisi to'lab bo'lgan bo'lsa, uni qaytarib ele oladi. Demak, bu ishda bu ikki bankining mulozimati farqli. Biri vakolatdan ish qiluvchi, yana biri qarz berguchi va qarzga kafolat qiluvchi. Bazı bir qism olimlar pulslar egisining bankasi oladigan haqni halol deb qaragan. Chunki u banka pulslar egisiga to'layotgan pulni kart tarqatgan bankidan to'latib oladigan va o'zining haqqini u pulni elib olgan, ya'ni mohiyatda pulslar egisiga persentlik o'sim bilan qarz berib turgan. Bu jarayonga ma'lum muddat ketadi. Demak, bu ishda nisiylikmi, o'simmi tepiladi. 6-ci hukm. Olimlar kredit kartasida sarraflik va zargarchilik do'konlaridan boshqa turdagi naqd pul yoki oltin kumush sotilishga bo'lmaydi degan. Chunki kart egasining bankdagi hisobida pul bo'lmag'achqa, savdo qilganda sotib olgan pul yoki oltin kumushning puli darhol tutib qilinmaydi. Natijada pul va oltin kumush savdosi uchun shart qilingan naqd pul topshirish sharti topilmag'achqa, bu savdo to'g'ri bo'lmaydi. Kredit kartasi emas, bank hisob kartasi surkab oltin kumush va naqd pul sotilishmi qarashda to'g'ri bo'lmaydi. Chunki kart surkaganda kartadan tutib qolgan pulni darhol xarjlanmaydi. Cho'qim 1 sotka yoki 1 oy o'tish kerak. Mana bu shar'iy shartlarga to'g'ri kelmaydigan tarafi. Buning asosan undaq do'konlarda pulslar qo'yib bir narsa sotishga bo'lmaydi. Vallohu alam. Xotima. Bu maqoladan tuvandagi yakunlarga erisha olamiz. Birinchi, bank kartalarini ishlatishning foydali ham ziyonli taraflari bor. Ikkinchi, islomda bank kredit kartasining hukmi tijorat, pul muomala va mablag' berishda saqlanish kerak bo'lgan 3 chong harom. Boshqalarning haqqini naq yevilish, jazona va inoqsizlik qatorliqlarning biri bo'lgan jazoniga chetilmaslikka bog'liq. 3. Banka o'simi ba'liq olimlarning ijmosi, fiqh komitetlarning birda qarori bilan shariat harom qilgan jazoning bir turidir. 4. Jazona tuvandagi turlarni o'z ichiga oladi. 1. Qarz jazonasi, o'simli qarz. 2. Nesini aslash jazonasi. 3. Jinslash tovarni kamziyat qilib almashtirish jazonasi. 4. Nesi jazonasi. 5. Noto'g'ri savdolardan shakllangan oshkora yoshirin jazonalar. Jazoni tarafga harom qilingan savdolar tuvandikicha.
Bunun birincisi pul ve altınlarını almashtırışda bir narsani öz jinsiga farqli miqdorda almashtirish ve yoki birini nesiye almashtirish. İkinci, iğne sordisi. Üçüncü, pütüşülüngan teverruk. Dördüncü, qarazni qarzga setish. Altıncı, bank hesap kartısı ösümlük qarz qatorliq jazoni kelishimlardan ve kaşlardan xoli bo'lg'achqa uni ishlatish bo'lsa-mu, lekin hisobga qo'yilgan pullar bankaga biriktirilgan qarz bo'lg'achqa bankalarning o pullarni jazoni ishlarida ishlatib olish jihatdan xohlamsa-mu jazoni gardan bo'ladi. Shunga zo'rin ehtiyoj bo'lmasa, bankalarda hisob ochmagan tuzuk. Açkan takdirde banka hesap kartısı işletişinin özüde mesli yok. 7. Bank hesap kartısında pul ve altın kümüş setiliş hükümede iki xil qarash bar bulup, onun da nakmınak bol şart tepilmaydı. Şuna doğru bolmaydı diyen qarash güçlük. 8. Bank hesap kartısında pul eliş maşinesinden pul elişinin hükmü, eğer o pul okşaş türlük pul bolsa caiz. Eğer o maşina bankının hesap açkan şöbesideki maşini bolsa, banka bu xizmetiga qarta muazamat aqalsı to'g'ri bo'lmaydi. Ama o maşina hesap açkan bankadan başka yerde, şu banka bar yurt yoki boshqa davlatdan boshdan qat'iy nazar bolsa, banka pulni egasiga yetkazib berganiga muvofiq ish qilsa bo'ladi. Qayerga yetkazib berganini qarab ish haqqi oz yoki ko'p bo'lsa bo'ladi. Bir qatimga ma'lum miqdorda mablag' bekitishmi yoki algan pul sommasining nisbati bo'yicha qilsin bo'ladi. 9. Eğer hesabida bar bo'lgan pulning turidan boshqa bir turdagi pulni pul elish mashinasidan olgan yoki boshqa davlatdagi kart surkash orqali tovar setib olgan taqdirda bu qarzni boshqa turda qaytarib berish doirasiga kiradigan bo'lg'achqa pul ayirib olish so'rasi qilgan bo'ladi. Shunlashqa pul olgan yoki kart surkagan chog'ning o'zida banka uning hisobidagi pul turidan xajgan pul turining miqdorini tutib qolsa bo'ladi. Boshqa vaqtda tutib qolsa bo'lmaydi. Yani bu ish uchun aqlsi bo'lmaydi. Chunki bu jazoni yatadi. 10. Bankanın inovat kredit kartisi beceriş, yangilash ve almashtirish qatorliq munosabatlarga oladigan haqiqiy rasmiyat chiqimidan olib ketadigan bo'lganlikdan harom bo'ladi. 11. Bankanın inovat kredit kartalari jazoni muomalasini o'z ichiga olganlik uchun becerishga va qo'llanishga bo'lmaydi. 12. Bankanın inovat kredit kartalarida kartını tarqatgan bankanın yoki boshqa bankalarning pul elish mashinasini ATM'den pul alganda, maşinesini pul alganda pul elishga rasmiyet haqqı elishi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu ahvollarda kartı bilan aladigan pul banka bergan qarz bo'lg'achqa, uningga rasmiyet haqqı qo'shilsa jazoniga aylanib ketadi. 13. Atalmış İslam bankaları sungan hesap kartları ösümlük qarz elish qatorliq jazoni kelishimlaridan va qaşlardan xoli bo'lg'achqa uni ishlatishga bo'ladi. 14. Atalmış İslam bankaları sungan hesap kartısı bilen sarraflık ve zagachilik do'konlaridan naq altın kumush ve boshqa turdagi pul setilishning hukmida ikki xil qarash bor. Ammo uningdimi naq-munaq bo'lish shart tepilmaganlikdan to'g'ri bo'lmaydi degan qarash kuchli. 15. Atalmış İslam bankaları deb tanilgan qatlam bankaları sungan inovat kredit kartisi jazoni tepmalo qildiganlik uchun uning odatdagi jazoni bankalar tarqatgan kredit kartalarining mohiyat jihatdan farqi yo'q. Ammo bu jazoni qarz pulini aroq, qimor yoki boshqa aram yerga xarjlashga ruxsat qilmag'achqa odatdagi banklardan yaxshidek ko'rinadi. 16. Atalmış İslam bankaları kredit kartalarining yana boshqa turlari bo'lishi, turli davlatlarda, turli bankalarda o'xshagan usulda tarqatishi mumkin. Shunga har birining shariat o'lchamiga uyg'un kelish kelmasligini ayirib muomala qilish lozim. 17. Kredit kartasini intayin zo'r ahvolda bakli majburlanib qolganda rozi bo'lmasdan ishlatishga bo'ladi. Bu ehtiyojlar boshqa usulda qamdilgan bo'lsa, kredit kartasi becerish to'g'ri bo'lmaydi. 18. Mecbur bo'lgan tijoratchi pulstar, ya'ni post operasi qo'llanganda pulning o'z hisobiga 1 sotkadan 3 sotkaga kirib bo'lishini tanlash kerak. 39 kun yoki 60 kundan keyin qo'lga kirishni tanlash to'g'ri bo'lmaydi. 19. Pul tutar qo'yishga majbur bo'lgan kishi bankaga mulozimat haqqining qanchalik bo'lishi jihatini har qatimga kart surkash qarata haq bekitishni tanlash kerak. Chunki har qatimqi mablag' sommasi nisbati bo'yicha haq bekitishni ba'zi olimlar to'g'ri bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin ba'zi davlatlarda buni pulstar egasi tanlay olmaydigan bo'lg'achqa majburlangan bo'ladi. 20. Pulstar egasi kart tarqatgan banka bilan emas, boshqa banka bilan muomala qilgan ahvolda ko'pchilik olimlar pulstar egasining bankasi mulozimat haqqi joiz deb qaraydi. Az bir qism olimlar pulstar egasining bankasi oladigan haqni harom deb qaragan. 21. Sarraflık ve zargachilik do'konlarida pulstar qo'yib bir narsa setishga bo'lmaydi. Vallohu alam. Tavsiya: Musulmon kishi harom va jazoni aralashgan muomalalardan qurbatining yetishiga yiroq turish kerak.
O'simlik qarz, kredit kartasi va pulsta qatorliq jazoning chetilgan ishlarni qilishga majbur bo'lib qolganda qarzlarni vaqtida to'lashga alohida diqqat qilish lozim.